metroga yaqin joydan uy qidirib yurganlar uchun mana chiroyli, zo'r remontli uy topib qo'ydim o'rtoqlar. Sizlar uchun 2 xonali kvartiramizni sotuvga chiqdi. Mana zalda turibmiz. Bitta baho beringlar o'rtoqlar. Uyimizdagi основной mebelni ketadi, lekin ayrim narsalar qoladi. Mana bu pardalar, lustralar, mana gilamlar hammasi ketadi. Mana gilamlar qoladi. Bu koridorimiz mana bitta baho beringlar patologlarga. Bu yerdan podizan kirish eshigimiz, to'g'rimizda yuvinish xonasi va hojatxona joylashgan. Mana bu yerda bu yerda bo'lsa oshxonamiz. Mana oshxonada ham hamma narsa qoladi. Parda, lustra, mana mebellar hammasi qoladi. Endi oxirgi xonamiz bu yerda yotoqxonamiz joylashgan. Bu yerda ham yotadigan spalni oynasi qolar ekan. Uyimizning kvadraturasi 48 kvadrat, bu yerdagi maklerlar 50 kvadrat deyishadi. Lokatsiyasini men sizlarga endi ko'chadan tanishtirib o'taman. Uyimizda 7 qavatli g'ichli novostroyka domi 5-qavatda joylashgan o'rtoqlar, 2 xonali 48 kvadratdan iborat. Narxi 60 ming so'ramiz, sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Lokatsiyasi joylashgan joyi vashli zo'r joyda. Mana Golden Life'dan 200-300 metr kiriladi. Yonida metro ham bor, 3-bekat, hozir Sergeli bekati deb aytiladi. Mana mahalla. Vashli ishkalat joy. O'rtoqlar telefon nomerlari videoning tagida bo'ladi, aloqaga chiqinglar.